Bizni O'rta Osiyo mamlakatlari gripp bo'lsa, darrov atsiklavir ichishni boshlaydi. Atsiklavir 200 mg da chiqadigan, 400 mg da chiqadigan tabletka bo'lib, bu faqat gerpes virusida ta'sir qilishi mumkin. Uni ham ichish muddati uzoqroq bo'ladi. Bu haqida infeksionistlar juda ko'p tushuntiradi. Lekin biznikilar grippga atsiklavir ta'sir qiladi deb atsiklavir ichishni boshlaydi. Keyingi aytadigan dorimiz kalsiy glyukonat preparati bo'lib, ushbu kalsiy glyukonat preparati o'zi aslida sensibilizatsion xususiyatga ega, ya'ni allergik holatlarda allergiyani tinchlantirish uchun yoki uni bartaraf qilish uchun qilinadigan ukol. Biznikilar ushbu kalsiy glyukonat va kalsiy xlor ukolini qizdirish effektini hisobiga grippni, ORV, ORZni yaxshi qiladi deb o'ylaydi. Oxirgi aytadigan narsam bu metrit. Afsuski, hozirda metritda bakteriyalarda rezistentlik paydo bo'lgan. Rezistentlik nima degani? Ushbu metrit ukoli bakteriyalarga hozirda ta'sir qilmayapti. Nimani hisobiga? Sababi bizni xalq gripp, ORV, ORZ shamollashda to'xtamay tomiridan metrit quydirib, bakteriyalarga rezistentlik paydo qilgan. O'zi aslida gripp viruslik kasallik hisoblanadi. Grippga asosiy ketadigan dorilar tarkibida protivirusli bo'lgan ushbu preparatlar. Video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Efirga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib keting. Qanday fikr deysizmi? Siz ham gripp bo'lganingizda kalsiy glyukonat, atsiklavir yoki metrit olganmisiz?